bir cholning Zaporojye Nexia'ga urildi. Nexia'ning chirog'i sindi, tushdi, surildi. Bo'g'ilib cholga dedi Nexia'ning egasi, bilasizmi qanchaga tushar buning chegasi? Bitta chirog'in o'zi $1000siz bitmaydi. Hatto mashinangizni sotsangiz ham yetmaydi. Eyvoh, nahotki chol dedi bolam to'xta, xudodan ku bo'lsan, ko'rsataman bir narsa. Mashinamga o'tirke, qo'ynidan bir xumchani olib shivirladi chol. Bizga ko'k joy damlab kel, hoy jin qani chiqa qol. Xum ichidan jin chiqib choyni qildi muhayyo. Yigit yoqasini ushlab dedi astag'firulloh. U bunday mo'jizani ko'rmagandi hech qachon. Dedi shu xumchangizni menga soting otajon. Chol so'zladi bu xumcha menga qolgan otamdan. Bu esdalik narsani senga qanday sotaman? Yigit cholni avradi, Nexia'ni beraman va ustiga 10 million so'm ham olib kelaman. Bir lahzada xumchaning bozori ketdi qizib. Yigit Nexia'sini cholga berdi o'tkazib. Bor baraka, bor baraka. Xumni uyga olib kelib ishqaladi, chiqdi jin. Hamma hayron, jin dedi nima qilay xo'jayin? Xotinimga, qizimga mashina taqinchoqlar, o'g'illarimga zavod, fabrika, hovli, bog'lar. Menga esa bir yurtning podsholigin bera qol. Menga ne sotganini ko'rib qo'ysin laqmachol. Nexia hamma to'xmi? Men haydayman samolyot. Yo'q qo'limda bo'lsin butun bir aeroflot. Qo'rqib ketib yigitga shoshmang dedi jin. Kimga nima dedingiz tushunmadim xo'jayin. Siz aytgan narsalarni qila olmayman chindan, chunki men boru yo'g'i choy damlaydigan jinman. Buzilib atrof muhit ne kunlarga solmadi, hatto ertaklarda ham haqiqiy jin qolmadi. Alqissa yigit xumni jinga otib uribdi, chol Nexia'da kulib kira qilib yuribdi.